Anime 18 yoshdan oshganlar uchun. Hamma tayyorlansin. Kech kirdi. Mijozlarni topib, erkaklarga xizmat qiling. Ularning nafsini o'zingizning yolg'on sevgingiz bilan qamrab oling. Telegramdagi animeda.tv taqdim etadi. Zindonda qizlar bilan uchrashish yomonmi yoki seni zindonda balki uchirtaman. 手を伸ばす届かなくだってそう進むべき未来にやっと気づけた気がしたこれ以上自分に嘘はつかないもうその夢は一人じゃないさ今扉を開けてたとえ見えなかったつながってるから仰ぐ空の下思い一つこの胸にさ以後も夢に腹を叫ぼう何度でも思い馳せる場所があるどんな世界でもいいさ突き進め悲しみも傷も抱きしめて弱さを知り強くなってゆく仲間がいる共に行こう Hello say hello to dream Men bugun charchadim va ertaroq yotaman. Ha, xayrli tun. Yaxshi, endi orqasidan. Anchadan beri bunaqa ish qilmagandim. Bu yaxshi ishmi? O'ylaymanki, uning oxirgi paytlarda harakatlari o'zgarib qoldi. Buni albatta biz ham bilib turgandik. Gohir. Buni bilgandim. U chigisi bilan ketmoqda. Qayoqqa ketishyapti? Shoshmanglar, bu yer axir. Nil, xo'sh, bu nima degani? Demak, ha, bu yerni tungi shahar deyishadi va boshqa nomi ham bor. Tushunarli. Bo'tga kelishayotganlar uchun bizga hech narsa aytishmaganlar. Qiziq, ular bo'tda nima qilisharkan? Ularga ergashishimiz kerak, bo'lmasa olomonda yo'qotib qo'yamiz. Qani tezlashdik. Bu yerda olomon juda ko'p. Yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Janob Billni bo'tga kelishini hech qachon xohlamagan bo'lardim. Keling janob, biroz dam olaylik. Qiqlar. Bu yer hech qachon o'zgarmaydi. O'zingizlarga e'tiborli bo'linglar. Bo'tda avval bo'lganmisiz? Avvalgi hamkasblarim bo'tga mana sudrab kelishardi. Bu yoqmasdi, shuning uchun darhol ketardim. Seni bo'tda ko'raman deb o'ylamagandim. Keldim olamiz. Uning qizi bor. Qiziq, ular o'zi qatga ketishyapti. Bu yomon, qani ketdik. Barchangiz kutgan vaqt keldi. Xizmat vaqti. Ano, iltimos. Vil. Lili. Siz bizani qutqarib qoldingiz. Kattakon rahmat. Lekin Lili bilan bo'tda nima qilyapsizlar? Mikito-san juda ham g'alati harakat qildi. O'shaning uchun orqangizdan kuzatishga qaror qildik. Hozir hammamiz bir oiladamiz. Hech narsani yashirmang. Kechirasiz. Mikito-sanda ayb yo'q. Bular hammasi meni fikrim edi. Buni tushuntirib bera olasizmi? Kelishimizning sabab janob Chigusadan buni eshitgandik. Bu yerda bizning vatanimizdan bir do'stimiz ishlayotgan bo'lishi mumkin ekan.
Botda ishlash deganda siz haligi u biz yoshligimizda o'ynab yurgan juda ham qadrli do'stimiz. Ammo u bir necha yil oldin g'oyib bo'lgandi. Bizdan farqli urug'liq u zodagonlardan. Nima uchun u botda ishlayotganini hech ham tushunmayapman. Buni sizlarga aytishdan oldin biz bunga ishonch hosil qilish uchun botga kelgan edik. Zodagonlardan, to'g'rimi? Menimcha sizlarni tushunaman. Lekin o'ylashimcha botda sayr qilib uni topa olmaysizlar. Uzr so'rayman. Hozir esa botdan ketganimiz yaxshi. Keyinroq bu yerga ma'lumot to'plash uchun albatta kelamiz. Bil qayerda? Janob Bil ham shu yerdamidi? Ularni yo'qotib qo'ydim. Qayerga borishim kerak? Tulki ko'rinishdagi qizmi? Oho, bo'lsammi Bil? Janob Hermes. Seni botda ko'raman deb o'ylamagan edim. Menimcha sen o'sha yoshdasan. O'zingga yoqadigan odam topdingmi? Yo'q, bunday emas. O'zingiz botda nima qilyapsiz? Hoy, buni shunchaki aytib bo'lmaydi. Bu yerga nega kelganimni aytaman. Evaziga hech kimga aytmaysan. Menga va'da ber. Ajoyib! Erkaklar o'rtasidagi va'da qabul qilindi. Bu nima? Energiyani oshiradi. Yaxshi, Bil. Umid qilamanki, kechani juda ham yaxshi o'tkazasan. Shoshmay turing. Menga bu narsa kerak emas. Uni hozirroq qaytarib oling. Kechirasiz, yaxshimisiz? Sen oldin ko'rganman. Sen juda ajoyibsan, shunday emasmi? Men Ayshaman. Senchi? Xo'sh, birga tun o'tkazmoqchimisan? Yo'q, men butga boshqa narsa uchun. Men qocha olmayapman. Chiqishga urinma. Aysha, bu kim? Yangi mijozingmi? Men uni shu yerdan topib oldim. U ajoyib ko'rinadi, shunday emasmi? Yoqimtoy. Bolakay, botga birinchi marta kelishingmi? Hoy, Aysha. Bu bola kichkina shogird, shunday emasmi? Urush o'yinidagi bola-ku. To'g'ri. Oq sochlar va qizil ko'zlar. Rekord egasi darajasini juda tez ko'targan edi. Yaqinlashmanglar, uni men birinchi bo'lib topdim. Tushundinglarmi? Iltimos qo'yvoring. Botga faqat bitta oila a'zomni qidirib keldim. Faqat shu uchun keldim. Bu bilan kelgan ekansan, albatta dam olmoqchisan. Va bu juda qimmat. Juda qimmat? Mayli, ketdik. Yaxshi dam olish uchun uyimizga olib boramiz. Yo'q, noto'g'ri tushundinglar. Buni sababini ayta olmayman, ammo hamma narsani noto'g'ri tushundinglar. Iltimos qilaman, qo'yib yuboringlar. Men botga kelmoqchi emasdim. Qani endi jim bo'la qolsang-chi. Aysha, sendan keyinman. Nega ekan? Keyingisi men bo'laman. Bugunga qanday o'lja olib kelding, Aysha? Ishtar xonim. Ishtar xonimga bunaqa qarama. Siz yana bizning mijozlarimizni maftun qilib o'g'irlab olasiz. Kechga o'zimning mehmonim bor. Bunaqa tarbiyasiz bola uchun vaqtim yo'q. Demak, bu Ishtar xonimmi? Demak, bu degani Ishtar oilasining uyidamanmi? Ishtar oilasi Oriyodagi eng kuchli oilalardan biri hisoblanadi. Buning sabablari ko'p, ammo Bil, ular bilan hech qachon bog'lanmang.
Demak bu shuning uchun keldi. Bu yana nima degani? Lena uni qo'yib yubor. Lena uni hozirroq qo'yib yubor, tushundingmi? Afsuski hozirda xonalar band. Biroz shu yerda o'tirib turamiz. Albatta, agar xohlasangiz shu yerda ham boshlashimiz ham mumkin. Bu muammo bo'lmaydimi? Axir men boshqa oiladanman va siz uyingizga begona sarguzashtchini kiritdingiz, shuning uchun buni har kecha qilamiz. Amazonlarning odatini bilmaysanmi? Biz erkaklarni o'g'irlaymiz va ular aytganimizni qilishadi. Albatta ertaga uyingizga borasiz. Bunga va'da beraman. Biz seni har bitta tomchingni to'kib tashlaymiz. Men yosh yigitning hidini sezyapman. Bo'tda nima qilyapsan, Frin? Bu oila qo'mondoni mana shunday gapirishga jur'at etyapsanmi? Aysha, men uni urush o'yinida ko'rgan edim. Demak, kichkina shogirdman kecha o'zgartmoqchimisan? Bu juda ham qiziqarli eshitiladi. Bugun u men bilan birga bo'ladi. O'zingni bosib ol. U bizani o'ljamiz. Men juda ham zerikdim, chunki menga mos erkaklar juda kam. Biroz tartib ko'rsam hech narsa qilmaydi. Sen ishing tufayli qancha mijozlarimizni yo'qotganimizni bilasanmi? Bunga sababchi ularning o'zlari bo'ladi. Mendek go'zal bo'lish axir juda ham qiyin. Ishtir xonim go'zal, ammo u menga teng kela olmaydi. Jiddiy gapiryaptimi? Aqldan ozib qoldingmi? San'at mijozlarimizga kema qo'yyapti va bu ishimizni qiyinlashtiryapti. Qichqirishni bas qil. Sizlarga o'xshagan xunuk qizlar men kabi yoqimli va kuchli emas. Oynada o'zi turqingni ko'rgansanmi? Tasqara. Buni gapirishdan charchagan edim. Kel, buni Amazonlar usulida hal qilamiz. Mayli, kelishdik. Uni birinchi ushlagan g'olib bo'ladi. Qochish kerak. Qochish kerak, qochish kerak. Agar ushlab olishsa, men hech qachon avvalgidek bo'la olmayman. Mana umid va orzularim hozir shunga bog'liq. Va Bill Cranel bilan bunaqa bo'lmaydi. Qochish kerak. Kichkina shogird qochib ketdimi? Agarda uni ushlasang, u seniki bo'ladi. Bu faqat ularning uyida. Ishlar oilasidagi gaplar butun shahar bo'ylab tarqalib ketdi. Agar butun tezroq chiqmasam, meni tutib olishadi. Chiqish qatta, chiqish qatta. Mana u. U ichkariga kirdi. Uni hozir topinglar, o'sha yerda bo'lish kerak. Men sizni kutgan edim, janobim. Men sizga kechasi bilan hamroh bo'laman. Mening ismim Harimi. Iltimos, bo'tga o'ting. Yo'q, haliga men ana bu Siz bo'tga birinchi marta kelishingizmi? Ha! Unda yaxshi. Iltimos, hammasini menga qoldiring. Hammasi joyida, janob. Ruxsat bering. Hammasini o'zim qilaman.
iltimos, mazza qilib dam oling. Man bunga tayyormasman. Ana bu, yaxshimisiz? Mani kechirasiz. Men sizni mijozim deb o'ylabman va shu bilan xijolatda qolib ketdim. Bunda emas. Men adashib kirib qoldim va aybdorman. Meni ismim Harihime. Siz kimsiz? Meni ismim Bill Kranel. Janob Kranel, shunaqami? Agar mijoz bo'lmasangiz, janob Kranel, siz bu yerda nima qilyapsiz? Haligi nima desam ekan? Tushunarli. Ayshivaning do'stlari sizni ta'qib qilyapti, shunaqami? Siz ularni taniysizmi? Ha. U har doim menga juda yaxshi munosabatda bo'lgan. Shunaqami? Botga birinchi marta kelgan kishi uchun botdan qochish oson emas. Tong otishi bilan sizni tashqariga olib chiqaman. Yordam berasizmi? Ha. Yana ko'rishamiz deb o'ylamayman. Shunda bo'lsa ham sizga yordam tegishini xohlayman. Buni evaziga esa ketganingizcha men bilan gaplashib tura olasizmi? Gaplashish? Demak, siz Aroraga sarguzashtchi bo'lish uchun kelgan ekansiz-da. Ha, kelganimda juda ham qiyin bo'lgandi va pulim ham yo'q edi. Tushunarli. Men esa uzoq sharqdanman. Bu yerga bir ikkita sabab uchun keldim. Sharqdanmi? Ha. Bu 4 fasldan iborat bo'lgan juda ajoyib joy. Ammo 11 yoshimda oilam meni rad etishgan. Rad etishgan? Bu degani oilangiz haydab yuborganmi? Men otamni g'azablantirdim va buni esa to'g'rilab bo'lmadi. Shundan so'ng ko'p narsalar sodir bo'ldi va meni botga olib kelishim, qul sifatida ishlar oilasiga sotishdi. Lekin doim Aroraga kelishni xohlardim. Bu yerda juda ham ajoyib hikoyalarni eshitgan edim. Zindon haqida aytyapsizmi? Ha. Uzoq mamlakatlardan kelgan reyslar haqidagi hikoya. Zindondan sayohat qilishadilar. Bu axir Garland sarguzashtchilari-ku. U o'z malikasini davolab bo'lmaydigan kasallikdan qutqarish uchun Grailni izlaydi. Buni bilasizmi? Keyin chiroqqa muhrlangan ruhni qutqaradigan sehrgar haqida nima deysiz? Sehrgar Alandin. Siz ham qahramonlar hikoyasiga qiziqasizmi? Ha, ularni yaxshi ko'raman. Va'da qilingandek olib keldim. Umid qilamanki tushunasiz. Hech kim buni bilmasligi kerak. Buni yaxshi bilaman. Ishonchingizga xiyonat qilmayman. Lekin bu bilan nima qilmoqchisiz? Ichidagini ko'rdingmi? Men uni tasodifan ko'rib qoldim. Yaqinda senga ajoyib narsani ko'rsataman. O'zini malikadek ko'rsatayotgan ma'buda kabi. Ma'budalar juda ham qo'rqinchli. Hermes, senda meni quvontiradigan biror yangilik bormi? Uni zaif tomonini bilasanmi? Buni bilganimda ancha oldin aytgan bo'lardim. Go'zallik ma'budasini oldida yolg'on gapirish qiyin. Adashgan Drialdonni ham bilasizmi? Siz juda ham ko'p hikoyani bilar ekansiz. Janob Kranli, siz ham ajoyibsiz. Siz ham ko'p narsani bilar ekansiz. Men faqat o'sha qahramon hikoyasini bilaman. Siz yana boshqa hikoyalarni ham biladiganga o'xshaysiz. Va shu bilan meni afsonam ham qahramon haqida. Bu uzoq sharq hikoyasi. Qizil yirtqich hayvondan qutqargan mitti jancha haqidagi hikoya. Bu ajoyib afsona. Qaniydi o'sha afsonadagi qiz bo'lsam va qahramon qo'limni ushlab orzu qiladigan dunyomga olib borsa. Bilaman, bu narsa faqatgina tushda bo'lishi mumkin. Lekin men bu yerda erkin bo'lishga haqqim yo'q. Bunday emas. Qahramon sizga o'xshagan qizni hech qachon tashlab ketmaydi. Albatta ozod bo'lasiz. Siz juda ham mehribonsiz, janob Kranel. Lekin men bu yerda chiroyli malika emasman. Yoki biror bir muhim kishi.
Men oddiy fohishaman. Men tajribasizdirman. Ammo o'z to'shagimda ko'p erkaklar bilan baham ko'rganman. Men o'z bokirligimni himoya qilmadim va bu narsani pul evaziga almashtirdim. Nega ular endi meni bunday iflos qizni qutqarishlari kerak? Mendek qiz qahramon uchun qora dog'dir. Men endi bokir emasman. Bu degani o'sha go'zal hikoyalarni faqatgina o'qiy olaman. Endi bunaqa narsalarga huquqim yo'q. Men shunchaki oddiy fohishaman. Vaqti keldi, shunday emasmi? Bu juda ham qiziqarli bo'ldi. Kattakon rahmat. Shu yo'l bo'ylab ketsangiz, Daydalus ko'chasiga chiqasiz. Aysha xonim sizni bu yerda topolmaydi. Yaxshi, endi boring. Nimalar qilyapsan? Shamollab qolasan. Qani ketdik. Xo'p. Bill Crannellmi? Bilmayman, bu ayol bolalarga buncha qiziqadi. Lekin yaxshi. Men uni undan o'g'irlayman. Animate.tv uchun o'zbek tiliga o'girildi ovoz berdi. Sado, tarjima va timing ham Sado. Nimalar bo'lib ketyapti? Voydot. Ishqilib ichi-pichi bo'lib ketyapti. Yoshlarga ko'rishni maqsad bermayman. Bo'pti, hammaga xayr, keyingi qismlarda uchrashguncha. Keyingi qism Tulki odam.